Ertakni O'zbekiston xalq artisti Maryam Yoqubova o'qigan. Assalomu alaykum aziz bolajonlarim. Bugun men sizlarga do'stlik haqida bir ertak aytib beraman. Jimgina o'tirib quloq solinglar. Bor ekanda yo'q ekan, katta o'rmon yoqasida bir kuchuk bilan mushuk yashar ekan. Ular bir-birlari bilan juda inoq, do'st bo'lib bir joyda turishar ekan. Kuchukning oti Oqtosh, mushukning oti esa Mosh ekan. Ularning do'stliklariga hamma havas bilan qarar ekan. Faqat boyqushgina ularning do'stliklarini ko'rolmas ekan. U kuchuk bilan mushukning o'rtasida janjal chiqarish rejasini tuza boshlabdi. Kunlardan bir kun mushuk o'rmon yoqasida ov qilib yursa, katta daraxtning kavagidan bosh chiqarib turgan boyqush mushukka gap otibdi. "Yo'y, Mosh voy, nega bir o'zing yuribsan? Oqtosh qani?" "Miau, miau, Oqtosh uyda dam olyapti, betobroq", debdi Mosh. "Kuni kecha men betob bo'lib yotganimda u menga ovqat izlab charchagan. Men biror narsa ovlab olib boraman unga. Miau, miau." Boyqushning bu gapdan ensasi qotib, hasaddan ichi kuyibdi. Shu sababli darrov makri hiyla ishla boshlabdi. Debdi boyqush. "Toza sodda ekansan u. Mosh, Oqtosh hech qanaqa betob emas. Dangasa, ish yoqmas. Uyalmasdan seni ishga buyurib o'zi mazza qilib yotgandir. Buning ustiga bir o'zing yuribsan. Oqtosh seni atayin yolg'iz chiqargan. Biror hayvon Moshni yeb ketsin-u, qutulay deganda." Mosh boyqushning bu g'alati gaplariga hayron bo'lib debdi. "Miau, miau, qo'ysangchi bunday bo'lmag'ur g'alati gaplaringni.